Bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun 20-aprel soat 3:00 da men Instagramga bir video joylaganim. Qalbimga solgan qarang. Amir Temur bobomizni aql zakovati va jasoratiga loyiq qaysi avlodni bilasiz deb men Zahir Muhammad Boburni keltirgandim. Sababi ikkalari Hindistonga yurishlarida kam sonli qo'shin bilan ko'p sonli qo'shinni mag'lub etganlar. Bugun O'zbekiston futbolchilari rostdan Amir Temur avlodlari ekanligimizni isbotlashdi. Osiyo Kubogida Saudiya Arabistonga qarshi o'ynagan futbolchilarimiz birinchi taymda o'zida ikkita qizil kartochka bilan 9 kishi qolishdi. Bu futbolda mag'lubiyat degani. Shunday ro'yxat tushirishmadi. Ikkinchi taymda 2-0 ga g'alaba qozonishdi. Men hozir sizlarga Amir Temur bobomizni o'gitlarini qo'yib qo'yaman, eshitinglar. Men yana tajribamda ko'rdimki, g'anim lashkarini yengish qo'shinning ko'pligi bilan emas, mag'lub bo'lish esa sipohning kamligidan bo'lmaydi, balki g'olib bo'lmoqlik Tangrining madadi va bandasining tadbiri bilandir. Bobomizni bu o'gitini keyingi videolarda chiqaraman degandim, lekin bugun futbolni ko'rib chidab tura olmadim do'stlar. Iltimos sizlardan mana shu videoni maksimal tarqatinglar. Har bir o'zbek bilsin, nari dunyo nari chekkasida qolmaydimi? Tomirida Boburiylarning qoni, Timuriylarning qoni oqayotganini his qilib tursin. Alloh doim madadkor bo'ladi. Har qanday qiyin vaziyatda ham Alloh madadkor bo'ladi. Tushkunlikka tushmang.